Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirning birinchi bosqichi doirasida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Andijon viloyati hududida navbatdagi narko savdogarlar faoliyati fosh etildi. Xususan, joriy yilning 14-mart kuni Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati, Davlat xavfsizlik xizmati Andijon viloyati bo'yicha boshqarmasi hamda viloyat bojxona boshqarmasi hamkorligida Xonobod shahrida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida giyohvandlik vositalarining noqonuniy muomalasiga chek qo'yildi. Tezkor tadbir davomida 1983-yilda tug'ilgan erkak hamda 1989-yilda tug'ilgan ayol o'zaro oldindan jinoiy til biriktirib, xolis xaridorga sof og'irligi qariyb 55 grammni tashkil qiluvchi 2 bo'lak gashish giyohvandlik moddasini 1000 AQSh dollari evaziga kelishib, tadbir vaqtida 500 AQSh dollariga sotayotgan vaqtida huquqni himoya qiluvchi organ xodimlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Agar siz ham giyohvandlik vositalarining noqonuniy savdosi bilan bog'liq shubhali faoliyat yoki shaxslar haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz, Stop Narkobot Telegram kanaliga yoki ekranda ko'rsatilgan call center ishonch telefon raqamlariga xabar berishingizni so'rab qolamiz. Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirning birinchi bosqichi doirasida Andijon viloyatida giyohvandlik va narko jinoyatlariga qarshi kurashishga qaratilgan tezkor tadbirlar davom ettirilmoqda.